Ahmadjon aka, nima uchun ko'pchilik tish doktoridan qo'rqadi? Chunki eski tajriba og'riqdan qo'rquv va narx qimmat bo'lib ketadi deb qo'rqishadi odamlar. Endi patsientlarda o'zida qo'rquv bo'ladi. Masalan, og'riq bo'lmasligi mumkin, lekin odamda o'zida isterika bo'ladi. Qanaqadir hozir og'rishi mumkin degan narsa bo'ladi. Bu placebo effekt degan narsa bor, odamni o'zi singdiradi. Hozir og'riq bo'ladi deb turadi. Tushunyapsizmi? Shunga ular shunaqaga o'zini tayyorlaydi. Lekin aslida unaqa og'riq bo'lmaydi. Anesteziyalar hozirgi zamonda kuchliroq, yaxshiroq ishlab chiqarilyapti-da. Oldingida Novocain, Lidocain shunaqa narsalar bo'lgan. Ular kuchsiz hisoblanadi. Hozirgi stomatologiyada bular ishlatilmaydi. Anesteziya bu og'riq qoldiruvchi, muzlatuvchi, bu ukol hisoblanadi. Shu ukolni qilamiz va og'riqsiz davolaymiz. Qanaqadir muammo yoki og'riq sezadigan bo'lsangiz, baribir sezasiz-ku bu narsani. Sezganingizda oldinroq tekshirtiring, sizga bu yaxshi bo'ladi. Tekshirtirmasa, bu yana ham chuqurlashib boraveradi va og'riq bilan keyin oxiri baribir kelasiz.